Bu videoda siz tushunasiz, sizda boshqaruvchi bor, lekin restoran sizga bog'langan. Nega sizsiz xatolar boshlanadi, servis tushadi, mehmonlar shikoyat qilishni boshlashadi? Nega bu vaqt bilan yoki bo'lmasa personal bilan yoki nazorat bilan to'g'rilanmaydi? Va buni tushunganingizdan keyin nega vaziyat to'g'rilanmayotganini aniq tushunasiz. Qarang, odatda bu qanaqa bo'ladi? Siz chiqib ketdingiz qayergadir, sizni ko'nglingizda qanaqadir halovat bo'ladi. U yerda nima bo'lyapti? Siz tekshirmadingiz, zadaniya bermadingiz, shunaqa halovatlar bo'ladi ichingizda. Va siz постоянно shunaqa rejimdasiz. Nazorat qilish, tasdiqlash, bir nimani aniqlash, kimgadir vazifa berish va bir payt bu tashqariga chiqadi. Tanishingiz yozadi, ofisantlar qarashmayapti, servis tushib ketgan, nazorat yo'q, nimagadir shikoyat bo'ladi. Taomlar avvalgidek emas va bu endi ichki problema emas, tashqi problema bo'ladi. Nimaga desa, siz уже nazorat qilmasangiz, u narsalar ko'rinib boshlaydi va buni siz tushuntirib boshlaysiz. Personal yangi, oshpazlar almashgan, yo odam ko'paygan, bir nimagadir sabab qilib, shuni sababiga servis tushib ketgan yoki ovqatlarning ta'mi o'zgargan. Shuni sizga sabab qidirib boshlaysiz. Boshqaruvchi bo'lsa, siz o'ylaysiz, unga vaqt kerak, u ko'nikib ketadi, o'rganish kerak deb unga siz vaqt berasiz. Yoki bo'lmasa o'ylaysiz, yana ozgina kattaroq nazorat qilaman, hammasi joyiga tushadi deb. Lekin bitta narsani tushunish muhim, vaqt boshqaruvchini o'zgartirmaydi. Nazorat esa sistemaga tushirmaydi. Inson yillar davomida ishlashi mumkin, lekin boshqaruvchilikni o'rganmaydi. Chunki uni bunga hech kim o'rgatmagan. U restoran sohasida nimaga qarash kerak, qaysi joylarida nazorat kuchli bo'lishi kerak, nimaga ahamiyat qilish kerak, shu narsalarni tushunmaydi. Nimaga desam, unga hech kim bu narsani o'rgatmagan. Qanaqa muammoni oldini olish kerak, qanaqa joylarga ahamiyat qilish kerak, muammo kelib chiqmasligi uchun shu joylarga juda darajada nazorat kuchli bo'lishi kerak. Ish boshqaruvchingiz esa buni oxirigacha tushunib yetmasligi mumkin. Shuning uchun shikoyatlar ko'payadi. Ovqatlar tomi bir xil emas, постоянно jalba bo'ladi va siz buni keyin bilasiz. Natijada boshqaruvchi to'liq informatsiyaga ega bo'lmaganligi uchun shu muammolar kelib chiqadi. Lekin boshqaruv sizda. Siz esa tizimsizsiz. Muammo odamlarda emas. Muammo shundaki, ish boshqaruvchingiz tizim bo'yicha qaysi joyga nazorat qilish kerak, qaysi joyga muhim vнимание обращать qilish kerak, yo bo'lmasa qaysi joylarda juda bir kuchli kontrol kerakligini bilmaydi. Bu esa tizim yo'qligidan kelib chiqadi. Bu faqat boshqaruv paydo bo'lganda o'zgaradi. Boshqaruvchingiz sistema bo'yicha kun davomida nimaga ahamiyat qilish kerak, nimani nazorat qilish kerak, nimaga kuchli vнимание обращать qilish, чтобы tizim bo'yicha ishlashi uchun, u standarti stabilni bo'lishi uchun nimalarga kun davomida ahamiyat qilish kerakligini bilgan taqdirda kelib chiqadi. Shuning uchun bizlar boshqaruvchilar uchun shunday trening qildik. U faqat teoriya tomonlama nazariyatini ko'rmaydi, u ishlab turgan restoranda praktik части bilan o'rganib chiqadi. U oshxona qanday ishlash kerak, kun davomida nimaga ahamiyat qilish kerak, savdo tushib ketmasligi uchun qanaqa do'p-продажlar qilish kerak, nimani nazorat qilish kerak. Uni ishlab turgan restoranda u полностью hammasini ko'rib chiqadi va tizimni qanday qurishni va tizim sizsiz ishlashni o'rganadi. Agar siz tushunmayotgan bo'lsangiz, sizni sof foydangiz, daromadingiz har kuni yo'qotilyapti va buni tizim boshqarmayapti. Videoning tagida Telegram havola bor. Yozing, vaziyatingizni ko'rib chiqamiz va boshqaruvchi orqali buni qanaqa qilib nazoratga olishni o'rgatamiz.